100 yillik Marafon. ئاپتورى مايكىل Pillsbury. 8. bab Kapitalistning yasalmılıqı. Fursatdan paydalanıp nap elish. 36 tadbirdan. 2. qism. Chet elliklar bu xil noto'g'ri uchurlarni yetkazganligi uchun Xitoyga pushtak chilishi to'xta deyish kerak edi. Ammo buning aksicha Xitoyning yolg'on bayonlari umumyuzlik qabul qilindi. Ko'pincha kishilar Mavzudongning barcha qushqashlarni o'ldirishga buyurishidek ko'ni buyruq sistemasi navbatda erkin korxona va xalqarалық nizomlarga hurmat qiladigan savdo siyosati uchun ishlatilyotidi deb qarashmoqda. Xitoy rahbarlari o'zlarining po etishlari sababli Sovet ittifoqidan yiroqlab ketganini va Sovet ittifoqining diqqatini qo'zg'ab qo'yganini, buning natijasida Moskvaning Xitoyga qilgan barcha yordamni to'xtatganligini biladi. Ular o'xshash usulda G'arbning mo'chishiga tegib qo'yishdan saqlanishi kerak. Bu kechmishdan ular qushqashlarni o'ldirish harakati uchun ikkinchilab yangi shimaylamaslik kerakligini o'rgangan. Shu vajidan Xitoy rahbarlari G'arb rahbarlarini Xitoyning navbatda G'arbga o'xshash bo'lmoqchi ekanligiga ishontirmoqda. Bu jihatda zafar qozonish siz o'ylagandek qiyin emas. Mauning nazarida qushqash, chashqon, chivin va pashilar bilan bir qatordagi ziyondosh hasharot bo'lib, qushqash Xitoyda sog'lomlik jihatda tahdid elib keladi va iqtisodiy yuksalishga to'sqinlik qiladi. 1958 yildagi qushqash yo'qotish harakati cho'ng sakrab ilgirlash siyosatining bir varianti bo'lib, bu siyosat Xitoyning yezi egilik iqtisodini 20-asrga moslashtirishga bo'lgan kuchlik istak tufaylidan o'tirg'i chiqqan. Mavzudong va uning yuqori darajalik maslahatchilarining nazarida qushqashlar Xitoy xalqining qo'rsqini to'yg'izadigan kommunalar va Xitoyning iqtisodini G'arbning iqtisodi bilan tenglashtirishdagi tubki raqobat kuchi hisoblanadigan cho'ng ko'lamlik sanoatlashish uchun yiqilg'i bo'ladigan necha ming tonnalik dollarni yeb ketgan. Natijada dehqonlar yez-yezlarda qushqashlarning uvusini chuvib, tuxumlarini cheqib tashlagan. Qozon cho'mishlarini ko'tarib chiqib, qushqashlar to'pini qo'g'lagan. Bu harakatning intayin eg'ir salbiy ta'siri bo'lgan bo'lib, 1959-yili Xitoyda qushqashlardan umuman asar qolmagan. Xitoy hukumati ochliqdan sirt qurt qo'ng'izlarning qushqashlarning asosliq ozuqligi ekanligini bilib yetolmagan. Keyingi yili bulanchi qushqashlar bo'lmaganligi uchun chekatkalar ochliqlarga mislsiz ziyon selibli qolmay, bu yana og'ir darajadagi qurg'oqchilikqa sabab bo'lgan. 1958 yildan 1961 yilgacha bo'lgan araliqda 30 millionga yaqin Xitoy ocharchilik sababli o'lib ketgan. Kommunist Xitoyning iqtisod jihatda G'arbga qaraganda texmi kuchlik raqobatchanlikqa ega bo'lishdagi tunji qitimliq tajribasi mana mushu shaklda mag'lub bo'lgan. 1978 yili Xitoyning eng cho'ng rahbariga aylangan Deng Xiaoping Mavzudong yetakchiligidagi davlatning iqtisodiy jihatdagi qaloqligi to'g'riliq cho'nqur o'yga cho'kdi va Mavzudongdan boshqacha iqtisod yo'lida ilgirlaydiganligi to'g'riliq qasam ichdi.
دىڭ خىتاينىڭ قايناق xususiy sahalarsiz ھەرگىزمۇ yuqori raqobatchilikqa ega dunyoviy kuch bo'lolmaydiganligini ko'rib yetgan edi. Shundoq qilib, u g'oyat zo'r islohotlarni elib bordi va an'anaviy marksizm, leninizmdan paydinpay yiroqlashdi. To'rtni zamonaviylashtirishga yig'inchoqlangan bu islohot yezi egiligi, sanoat, texnologiya va armiyadan iborat to'rt kuchni zamonaviylashtirishga markazlashdi. Davlat plani va bozor kuchini bir gavdalantirgan asosda uni Xitoycha aloyidalikka ega sotsializm uchun xizmat qildirish bu islohotning eng muhim nuqtalaridan hisoblanadi. Kunimizda ko'plagan sirtqi shaxslar Mao'ning buyruqbozlik sistemasi xalqarалық nizomlarga rioya qiladigan erkin korxonchilikqa va savdo siyosatiga yo'l ochdi deb qaraydi. Dunyoviy bankirlar, akademiklar va aql ambir mutaxassislari qatorliqlardan tashkil topgan oson ishinib qoladigan ko'p sonli kishilar sabablik Xitoy o'zining butun kuchi bilan g'arbga o'xshayverish orzusidan voz kechdi. Biroq Xitoy iqtisodiga yaqindan nazar selish, ko'ringanining tamoman aksichi bo'lgan narsalarni o'ttirg'a chiqardi. 2001 oktyabrdda 5 burchaklik bino mening yana bir xizmatni tang qilishimga qo'shildi. Shuning bilan men yangidan ta'sis qilingan Amerika Xitoy Davlat Majlisi komitetining tunji bosh tadqiqot maslahatchilik xizmatini boshladim. Bu komitet Xitoyning Dunyo savdo tashkilotiga, ya'ni WTO'ga kiralishda Amerika Avam palatasida ko'proq biletga erisha olishini qo'lga keltira olishi uchun ta'sis qilingan. Bizning guruhimizni qurgan qonun bizning vazifamizni belgilagan bo'lib, bizga yuklangan vazifaga binoan Xitoyning iqtisodiy strategiyasining Amerika davlat bexatarligiga bo'lgan ta'sirini bayqab chiqishga tirishchanlik ko'rsatdik. Xitoy Dunyo savdo tashkilotiga a'zo bo'lishni ko'zlayotganligi va savdoning Xitoyga muqarrar holda demokratiya elib keladiganligi to'g'risidagi erkin bozor shakllantirish cho'qqanlari to'xtovsiz ko'tarilayotganligi uchun bo'libmi demokratchilar Xitoyning niyatidan gumonlangan edi. Bu komitetning raisi va men Markaziy axborot idorasining, ya'ni CIA'ning 2 nuqta ta'kidlangan dokladini topshirib oldik. Bu dokladda ta'kidlangan nuqtalarning birinchisi Xitoyning erkin bozor iqtisodiga qarab ketayotganligi va davlat egiligidagi cho'ng tipdagi shirkatlarni setib o'tadiganligi to'g'risida edi. Ikkinchisi bo'lsa, Xitoyning iqtisodiy jihatda Amerikaning oldiga o'tib ketishining mumkin emasligi. Agar bu mumkinchilikni yuz berdi deb qaragan taqdirdami, New York vaqt gazeti obzorchisi Thomas Friedmanning olqishga erishgan va ayni zamonda moda bo'lgan to'qinishlarning oldini oladigan oltin yoy nazariyasiga asosan Xitoy tinchlik suyar demokratik davlatga aylangandan keyin eng baldur degandimi 2100-yilga borganda ondan iqtisodiy jihatda Amerikadan eshib ketishi mumkin ekanligi to'g'risidagi bayonlar edi. Friedmanning Lexus va Zaytun tarixi nomli kitobidagi mazkur nazariyaning bayonida o'z davlatida McDonald bo'lgan ikki davlat McDonaldga ega bo'lgandan e'tiboran bir-biriga qarshi urush qilmaydi degan edi.
Shundaq qilib biz Beyjingdagi Xitoy rahbarlari bilan ko'rishish uchun Beyjingga qarab uchdik. Biz o'ltirgan Boeing 747 tipliq yo'lovchilar aeroplanida umuman yo'lovchi yo'q deyarlik edi. 11 sentabr terrorlik hujumi yuz berib, bir oymi bo'lmagan shu kunda aeroplan xodimlarini ko'rnarlik darajada ansizlik qaplagan edi. Amerikaliklar ansirashga haqliq bo'lsa-mu, biroq ularning ansirishi o'z o'rnini topolmagan edi. Aeroplan xodimlari aslida biz uchayotgan davlatdan hammadan bak ansirish kerak edi. 1950-yillarda Xitoy dunyodagi eng nomrod davlatlardan biri edi. Xitoyning bu chog'dagi GDP'si 1820-yillardagi sanoatlashishni amdilatin boshlagan Yevropa davlatlarining va Amerikaning GDP'sidan tuvarak edi. Hatta 1975-yillarda Xitoyning kishi beshiga to'g'ri keladigan kirimi dunyo bo'yicha eng orqadagi davlatlarning qatorida edi. Halbuki bir qancha 10 yil ichida Xitoyning iqtisodiy ahvoli g'oyat zo'r darajada yaxshilanib ketdi. Xitoyning iqtisodiy yuksalishi kunimizda Amerikaga solishtirganda 5 hassa eshib ketdi. 2001-yili Xitoyning iqtisodining 2 xonalik son bo'yicha o'sish nisbati izchil davomlashmaydi degan ko'z qarash keng tarqalgan edi. Biz topshirib olgan Markaziy axborot idorasining turga ayrilib o'tirib qo'yilgan mo'lchirimi ko'pchilik iqtisodshunoslarning mo'lchiri bilan o'xshash edi. Amerikadagi Xitoy iqtisodining kelajakka bo'lgan mo'lcharining hammasi degidekla Xitoyning iqtisodining chekindiganligini ilgari surgan edi. Ashu yillarda Xitoy ishchilari ma'rif tarbiyasi ko'rmagan nomrod insonlar deyilgan edi. Xitoyning nupusiga selishtirganda o'z ziminidan chiqadigan tabiiy boylik manbalari oz. Xitoy texicha zamonaviy o'tgan vayron bo'lgan marksizm, leninizm ideologiyasining ta'siri ostida edi. Necha 10 yillardan buyon kommunist Xitoydan tuzuk korxonchilarmi chiqib boqmagan edi. Zamonaviy savdo bilimlaridanmi, iqtisod boshqarish jihatdanmi xabari yo'q. Siyosiy byurokratlar huquq beshida edi. Xitoy iqtisodining yiliga 10% nisbat bilan o'sib mengishi necha 10 yillab davomlasholmaydi degan qarash kengri tarqalgan edi. Chunki g'arbdagi hech bir cho'ng davlat, hech bir zamon iqtisod jihatda bundaq yuqori yuksalishga erishib boqmagan. Hatto Amerika sanoatlashishining yuqori pallasini yaratgan chog'lardimi iqtisodiy yuksalish nisbati Xitoyninkidek yuksalishga muyassar bo'lib boqmagan edi. Xitoyning yilliq iqtisodiy yuksalish nisbatining muqarrar holda ko'plab tuvallaydiganligiga ishonilgan edi. Markaziy istixborot idorasida ishlaydigan iqtisodshunoslardan biri menga afsuslangan holda bizning sistemamiz xato degan edi. Mana bugun Xitoyning yuksalishi ning uzun so'zilmaydiganligi to'g'risidagi qarashlar xato bo'lib chiqdi. Amdilikda rasmiy turdagi hech bir pul muomala organi Xitoy iqtisodining Amerika iqtisodidan uzoq muddat orqada turdiganligiga ishonmaydi. Ko'plagan kitoblardagi nopozliq ma'lumotlarga ko'ra, Xitoyning yuksalishi taşlarını sılab yürüp daryodan o'tib olish natijasida qo'lga kelgan.
bu aqliy so'zni Deng Xiaoping chet ellik ziyoratchilar bilan ko'rishganda doim tilga oladi. Bu aqliy so'z Xitoyning keng doiralik strategik planining yo'qligini, aksincha unumlik plan bo'yicha ish ko'rsatishdan ilgari bu xil yuksalishga erishib qolganini ifodalaydi. Xitoyning rahbarlari doimla mushu aqliy so'z orqali Xitoyning vayron qilarlik darajadagi iqtisodiy yuksalishini tushuntirmoqchi bo'lishadi. Halbuki vaziyat ehtiyoji uchun aytilgan bu gap faqatla haqiqatning qisman yuzi hisoblanadi. Amaliyotda bu tanqiddan qechib va Xitoyning taraqqiyot strategiyasining maxfiyatligini saqlash uchun qoqboshliq bilan o'ttirg'i chiqarilgan aqliy so'zdir. Dunyo iqtisodidagi birinchi nomerliq kuch bo'lishni qo'lga keltirish to'g'risida so'z bo'lganda, Deng Xiaoping qadimki tariqatchilarning pisand qilmaslik prinsipini ulgi qilib, bu holatga boshqalarning kuchiga tayanib turib, yuksak muvaffaqiyatlarga erishish deb ta'bir bergan. Amaliyotchan Deng Xiaoping ikkinchi dunyo, ya'ni 1944-yildagi ikkinchi dunyo urushidan keyin ochilgan Berotun o'rmonligi yig'inida belgilangan iqtisodiy tartib bo'yicha bo'lganda, Xitoyning faqat marksizm, leninizm ideyasiga eslab olishning yetarli bo'lmaydiganligini tunib yetgan edi. Amerika va yuqori darajada taraqqiy qilgan boshqa davlatlarga yetishib olish uchun Xitoy Dunyo savdo tashkilotiga a'zo bo'lishi, xalqaro pul muomala fondidan va Dunyo bankisidan qarz ola olishi kerak edi. Bularning ro'yobga chiqishida g'arb davlatlarining poytaxtdagi siyosiy yo'llar, hukumatlar va savdo magnatlari aktiv hamdamda bo'lgan. Kommunistik davlat hisoblangan Xitoyning Dunyo savdo tashkilotiga a'zo bo'lishining shartini hozirlashga rozi bo'lishiga Amerika hukumatidagi ko'pchilik shaxs shubha bilan qaragan. Oqibatda Xitoyning Dunyo savdo tashkilotiga a'zo bo'lishiga 15 yil vaqt ketgan. Dunyo savdo tashkilotining Xitoy bilan tuzgan kelishimi bu tashkilotga a'zo bo'lgan har qanday davlatga selishtirganda eng inchka bayonlargacha o'z ichiga olgan kelishimga aylandi. Xitoy Dunyo savdo tashkilotiga a'zo bo'lishdan bir necha yil ilgari Hindistonga qo'yilgan shartlar Xitoyga qo'yilgannikidek ig'ir emas edi. Xitoy Dunyo savdo tashkilotiga a'zo bo'lishning o'zi uchun g'oyat zo'r darajada foydali bo'ladiganligini biladi. Biroq Amerika ularning bu tashkilotga kirishiga qo'shilamdi. Xitoy bu tashkilotga 2001-yili a'zo bo'lib kirgandan keyin bu tashkilotga a'zo bo'lgan hukumatlarning o'z davlatidagi davlat egiligidagi korxonalarning iqtisodiy qarorlariga bevosita yoki vositali holda ta'sir ko'rsatmaslik belgilamasini qabul qildi. Ammo Xitoy bu haqdagi va'daga vafo qilmadi. Xitoydagi barliq davlat egiligidagi korxonalar bozor kuchlariga javob berishning o'rniga davlatning nishoniga yetish uchun harakat qildi. Kommunistik partiyasi xijil bo'libmi qo'ymasdan davlat egiligidagi korxonalarga mablag' selishni davomlashtirdi. Navada Xitoyning birər qezilma baylıqlar şirketi Xitoyning siyosiy ta'sirini kuchaytirish uchun, ya'ni hukumat tarafidan Afg'onistonda yoki Angolada birər kon ichishga buyurilgan bo'lsa, bundaq qilishdan ziyon chiqadigan taqdirdami bu shirkatlar shuni qildi.
Мән Ли ханым деп атаған Xitaydan yüz өргічі ayal. Өзі қатнашқан мәхбей yığınlarda misallar арқылық Xitay, Amerikaның өзі білән болған uzun müddətlik normal soda münasibətini қолғы keltirish və dünya sodağa kirishga yo'l echib berish uchun Amerika Dövlət Məclisiga 1995 yildan 2000 yilgacha qandaq yolg'on va'dalarni berganligini paketlik bayon qildi. Li xonimning oshkorlashicha, Xitoy rahbarlarining strategiyasi Xitoyning manfaati uchun ovoz berganlarga yordam berish va o'zining soda manfaatchiligi iqtisodiy strategiyasi to'g'risidagi uchurlarni bastırış arqılıq özüge qarşı söz və hərəkət cəhətdə heç kimge fürsət qaldırmaslık bolğan. Xitay rəhbərləri navada aldın mölçərligili boladigan kelgüsigacha Xitayda erkin bazar buluş haqidagi kelishimlarning üstel üstiga chiqmaydiganligini Amerika Dövlət Məclisi bilgan taqdirda Xitayning Dünya Soda Təşkilatıga kirəliş üçün taşlanadigan biletni qo'lga keltirolmaymiz deb qaragan. Xitoy taraf Amerika istixbarat organlaridagi har qandaq birining gumonini qo'zg'ab qo'ymag'idek darajadagi intayin yuqori saviyalik tashviqot programmasini boshlagan va ishpiyonlik harakatiga o'tgan. Li xonim Xitoyning Mavzudun 1930 yillarda yazgan siyosiy ixtiloflarni qandaq analiz qilish to'g'risidagi bir koni maqolani o'ziga yo'l ko'rsatguchi qilib turib, Amerikaning tashqi siyosat belgilagichi guruhlar orasida ixtilof paydo qilish uchun Amerikaning siyosiy jihatdagi xatoliklarni qandaq tanqid qilganligi to'g'riliq təfsili məlumat berdi. Xitay məqsədiga yetiş üçün tarqatqan muhim uçurlar arasida Xitayning dövlət egiligidagi korxonalarni qadam-qadam amaldan qoldirish, erkin bozor siyosatini yurgizish, pulni kontrol qilib olmaslik, cho'ng ko'lamlik soda zapsi yig'ib olmaslik, Amerika barliq keltirgan kashfiyotlar va aqli mulk huquqiga hurmat qilish qatorliqlarmi bor edi. Dünya Soda Təşkilatıga a'zo bo'lish uchun yuqorqi shartlarni hozirlash kerak edi. Shundaqla Xitoyning Dünya Soda Təşkilatıga a'zo bo'lishi to'g'risidagi munozaralar jarayonida Xitoy taraf 2000dan 3000gacha bo'lgan Xitoy siyosiy mahbuslarining taqdiriga ta'sir ko'rsatadigan shartlarni soda kelishimiga qo'shish to'g'riliq Prezident Clintonni qoyil qilamagan. Avam palatasi 2000-yili 24 mayda 197 ovozga qarshi 237 ovoz bilan Xitoy bilan bo'lgan tijoratning normallashishini ma'qulladi. Arqadan shu yili 19 sentabr Kengash palatasi 15 ovozga qarshi 83 ovoz bilan mazkur qonun loyihasini ma'qulladi. Davomi bor.